Ofitsiant 10 kishilik murakkab buyurtmani bir og'iz xato qilmay yodda tutdi. Hisob to'langan zahoti esa hammasini unutdi. Bir mehmon orqaga qaytib so'radi: "Men nima buyurtma qilgan edim?" Ofitsiant kuldi va dedi: "Kechirasiz. Endi eslay olmayman." Yarim soat oldin u 10 turli taomni, har bir o'zgartirishni, har bir mijozni adashmay aytib bergan edi. Endi esa miyasida hech nima qolmagan edi. Bu psixologiyada Zeigarnik effekti deyiladi. Miya tugamagan ishni tirik tutadi. Tugagan ishni esa darhol o'chiradi. Buyurtma ochiq turganda u yodda yonib turardi. Hisob to'langach, vazifa yopildi va miya uni qo'yib yubordi. Senda ham shunday bo'ladi. Tugamagan ishlar tunda boshingda aylanadi. Bu ular eng muhim bo'lgani uchun emas, ular ochiq qolgani uchun. Shuning uchun keyingi qadamni bir varaqqa yozib qo'y.